Qarshingizdagi ko'l mo'jazgina olamni o'z bag'riga sig'dirgan. Vulqonlar soyasida vujudga kelgan bu Zumrad ko'lni muzlik davri shakllantirgan. U turfa xil yashash muhiti hamda yorqin va aqlni lol qiluvchi hayvonot olamini o'zida jamlagan qadama naqsh. Tabiat ko'lning bardoshini sinovdan o'tkazadi. Ammo o'z go'zalligini yo'qotmaydi. Balaton ko'li yashirin olamdagi jannat monand olam. Vengriyaning qoq yuragida, Alp tog'larining sharqiy tomonida, Markaziy Yevropadagi eng katta ko'l yastanib yotibdi. Balaton ko'li nisbatan yosh. Uni 15,000 yil avval muzlik davridagi tektonik kuchlar vujudga keltirgan. Yer qobig'idagi yoriqlar va siljishlar ko'plab havzalarni paydo qilgan. Vaqt o'tib suv va shamol quruqlikda havzalarning yo'lini to'sib turuvchi to'siqlarni vayron qilgan. Balaton ko'lining hozirgi ko'rinishi taxminan 5,000 yil avval shakllangan. Tabiat kuchlari hozir ham uning qiyofasini asta-sekin ammo dadil o'zgartirishda davom etmoqda. Ko'lni daryolar to'yintiradi. Sohillari bo'ylab botqoqliklar yastanib yotibdi. Balaton atrof muhit bilan muntazam o'zaro hamkorlik qiladi. Bu hamkorlikning asosiy unsuri obi hayotdir. Bahorda o'zanidan toshgan oqimlar botqoqlikni to'ldiradi. Bu suvlar oylar davomida yashirinib yotgan jonzotlarni yuzaga chiqishga majbur qiladi. Oddiy ilon baliq balchiqqa ko'milib olib qishni o'tkazgan. Endi qorong'ida sayoz suvlar oralab suzib, yozgi boshpanasiga ko'chayapti. U havodan nafas olish uchun to'xtashiga to'g'ri keladi. Ilon baliq kislorodni nafaqat oy quloqlari, balki ichaklardagi shildiq parda orqali ham oladi. Chuqur suvga yetib olgach, ko'l tubiga sho'ng'iydi. Balaton ko'liga suv Zala daryosidan va mavsumiy oqimlardan quyiladi. Bu oqim o'zi bilan birga qimmatbaho yuk olib ketyapti. Zala daryosi bo'ylab behisob baliqlar nasl qoldirish uchun an'anaviy joylariga sayohat qiladi. Ko'pchiligi ko'l bo'yidagi qamishzorlar orasida to'xtaydi. Bu yerda qulay boshpana va ozuqa serob. Qolganlarni esa oqim, xavf-xatarlar tomon oqizib ketadi. Mahalliy kulrang qarqaralar yemish kelayotganini yaxshi biladi. Shuning uchun ular galagala bo'lib ziyofat boshlanishini kutadi.
Sayoz suvlarda baliq mol, ammo yosh qarqara bittasini tutib olgach, endi nima qilishni bilmay turibdi. Katta qarqara yosh qushning mashaqqatini kuzatyapti. Bu katta qushning hududi. U o'z mulkini begonalar bilan bo'lishishni istamaydi. Ammo yosh qarqara bu yerdan ketishni o'ylamayapti ham. Mag'lub bo'lganlar boshqa ov maydonini izlashga majbur bo'ladi. Yaxshi hamki atrofda yemish-mo'l joylar ko'p. Hozir ozuqa hammaga yetib ortadi. Bahorda suv sathi ko'tariladi. Balaton ko'li atrofidagi suv bosgan yerlarda nasl qoldirish uchun shoshilayotgan baliqlar g'ujg'on o'ynaydi. Zog'ora baliqlar oilasidan bo'lmish oq qayroq baliqlar o'ziga juft izlash uchun tungi salqin tushishini kutadi. Ular Zala daryosining kichikroq hududlariga to'planadi. Erkak baliqlar yonma-yon tizilishib oladi. Urg'ochi paydo bo'lishi bilan erkaklar jon jahdi bilan uning ko'nglini ovlashga harakat qiladi. G'olib urg'ochining ortidan borib, u tashlagan o'ldiriqni urug'lantiradi. Yilning bu faslida Balaton ko'lining botqoqqa aylangan qirg'oqlarni nabotot olami qoplaydi. Namgarchilik, qurg'oqchilik davri bilan almashib turadi. Bu mahalliy tollarga mukammal sharoit yaratadi. Qalin butazorlar, keng qamishzorlar qushlarning ko'plab turlari uchun boshpana vazifasini o'taydi. Qarqaralar va qora buzovlar bu yerda o'zini juda yaxshi his qiladi. Bu yer xavfsiz va suv yetarli. Kichik qora buzovlar va oq qarqaralar yonma-yon in quradi. Har ikkisining maqsadi bir. In qurish uchun qurilish ashyolarini to'plash. Bu yerda shox-shabalar serob, faqat in qurishga mos keladiganini tanlasa bas. Kichik oq qarqara va oddiy haqqush ko'z oldimizda katta bo'lyapti. Har kuni koloniyaga yangi qushlar kelib qo'shiladi. Ba'zilari endigina in qura boshlaganda, boshqalari o'z naslini voyaga yetkazish bilan ovora bo'ladi. Kichik oq qarqaralar ota-onalarning vazifalarini teng bo'lishib, polaponlarni katta qiladi. Ulardan biri polaponlarni qanoti ostiga olib istib yotgan paytda, boshqasi ozuqa topib keladi. Keyin esa o'rin almashadi.
Voyaga yetayotgan avlod muntazam g'amxo'rlik talab qiladi. Qoshiq burun kamdan kam hollarda botqoqlikka uchib keladi. Qadim zamonlarda qoravoy qushlar keng tarqalgan tur hisoblangan, ammo hozir bu yerda bor yo'g'i bir nechta juftlik uyalagan xolos. Bu qushlar juda ehtiyotkor, in quradigan joyini va qo'shnilarini diqqat bilan tekshiradi. Inning joylashuvi mukammal bo'lmasligi mumkin. Ammo joy hammaga yetadi. Oddiy haq qushlar joy tanlamaydi. Ular in qurib bo'lgach, butun e'tiborini polaponlariga qaratadi. Haq qushlar tunda raqiblar kamroq paytda ov qilishni ma'qul ko'radi. Ammo doim och polaponlari tuxumdan chiqishi bilan xuddi qo'shnilari kabi ular ham tuni kun ov qilishga majbur bo'ladi. Uyalar polaponlarga to'la, atrofda hayot qaynamoqda. Yosh polaponlarning ba'zilari uyasidan tashqaridagi hayotni tadqiq eta boshlaydi. Ota-onalar ularni nazorat qilib turadi, ammo qiziquvchan polaponlarga ko'p ham ta'sir o'tkaza olmaydi. Shijoatli yosh oq qarqara baland shoxlardan sakrab, qanotlarini rostlayapti. Shu bilan birga muvozanat saqlashni o'rganyapti. Barcha polaponlar qora buzovlardan boshlab to qarqaralargacha ufqda tumshug'ida yemish olib kelayotgan ota-onalari ko'rinishi bilan o'z mashg'ulotlarini tark etadi. Balaton ko'lining atrofidagi tabiat muhofaza ostiga olingan. Shuning uchun minglab polaponlar xavfdan xoli voyaga yetishi mumkin. Yoz faslida ularning aksariyati uchishni o'rganib oladi. Ko'l atrofidagi bepoyon tekisliklarda tog'lar qad rostlab turibdi. Bugungi kunda uxlayotgan vulqonlardan 5 million yil avval olov va kul otilib chiqqan. Hozir ularning egri-bugri qiyaliklari eroziya tufayli yemirilib ketgan. Dastlabki cho'kma jinslar lava himoya qatlami bilan qoplangan joylarda bus-butun saqlanib qolgan. Bazalt eng mustahkam tog' jinslaridan biri, ammo uning ham zaif tomonlari bor. Agar lava sekin sovisa, qirrali ustunlar qoldiradi. Ularning qirralariga eroziya zarar yetkazishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan sovuq, muz va daraxtlarning ildizlari kichkina yoriqlarga kirib, bazaltni rang-barang g'ovak hosilaga aylantirgan. Ustunlarning ba'zilari hozirgi kunda qarg'alar in qurishi uchun xavfsiz boshpanaga aylangan. Yosh qarg'a parvozga ko'tarilishga tayyor. Endi u Balaton ko'li go'zalligini o'z ko'zi bilan ko'radi.
O'rta asr qasrlari xarobalari orasida pana joylar ko'p. Bu yerga Sapsan, ya'ni lochinlar uya qurgan. Polaponlarga yirtqichlar xavf solmagani bois, ona Sapsan bemalol ovga uchib ketishi mumkin. Unch polapon juda tez o'sayapti. Ular har doim och. Polaponlarni muntazam oziqlantirib turish kerak. Ammo bu yemish uzoqqa yetmaydi. Ona lochin yana ovga yo'l olishi kerak. Sapsanlarni ko'pincha Balaton yaqinidagi tepaliklarda uchratish mumkin. Bepoyon o'rmon va tekisliklar mukammal ov maydonidir, nafaqat lochinlar uchun. O'rmon mushklari doim yashirin hayot kechirishi bilan ajralib turadi, ammo yosh avlodni voyaga yetkazayotganda bu odatini tark etadi. Mushukchalar tug'ilganiga bir necha hafta bo'ldi. Ularning hayot mamoti onasiga bog'liq. Ularga faqat sut, issiqlik va mehr kerak xolos. Onasi mushukchalarning qornini to'ydirib, yalab-yulqab, erkalab bo'lgach, ovga ketishi mumkin. Mushukchalar ancha faollashgach, tug'ma ko'nikma tufayli atrof muhitni tadqiq qilishga intiladi. Ayni paytda Sapsan o'z hududini ko'zdan kechirmoqda. Lochinlarning asosiy quroli tezlikdir. Agar Sapsan o'lja ko'rib qoldimi, uning kuni bitdi hisob. Yosh sapsanlar 6 haftalik bo'ldi. Ularning momiq parlari o'rnini patlar qopladi. Ular bir-birda go'sht uchun janjallashadi. Ona lochin o'rtada hakam vazifasini bajarib, har bir polapon o'z hissasini olishini nazorat qiladi. Tun kirdi. Butun borliq xavfli sukunatga cho'mgandek go'yo. Hamma yoqni zulmat bosganda o'rmonning tungi ahli paydo bo'ladi. Palchok olmaxon daraxtlar shoxida yashaydi. U pishgan mevalarni izlab shoxdan shoxga sakrab yuradi. Ammo mit kemiruvchi ogoh bo'lish kerak. O'rmonda yirtqichlar ko'p.
Bu safar mo'ljalda olmaxon emas. O'rmon mushugining ziyrak quloqlari yerda osonroq o'lja yurganini sezib qoldi. Mushuklar o'rmon sichqonlarini ma'qul ko'radi. Ularni o'lja olish osonroq, ammo bitta sichqon kamlik qiladi. Qolaversa, mushukchalarning ham qorni och. Ona mushuk yana ovga chiqishiga to'g'ri keladi. Biroq yo'l oldidan bolalarga g'amxo'rlik qilishga vaqt ajratadi. Balaton ko'li ichkarisiga Tixin yarim oroli yorib kirgan. Uni ham qadimiy vulqonlar shakllantirgan. Vulqondan paydo bo'lgan ikkita ko'l hamon mudhish o'tmishdan guvohlik berib turadi. Yarim oroldagi tuproq unumdor bo'lgani uchun bu yerda qishloq xo'jaligi gullab yashnaydi. Uzumzor va bodomzorlar barq urib o'sadi. Bahorgi va yozgi mo'tadil iqlim tufayli bu yerlarda O'rta Yer dengizining nafasi ufurib turadi. Odatda lavanda Fransiyaning Provansida yetishtiriladi. Xuddi Fransiyadagidek, bu yerda ham lavanda chamanzorlari hasharotlarni o'ziga jalb qiladi. 1952-yilda tabiiy xilma-xillikni muhofaza ostiga olish uchun Tixin Vengriyadagi birinchi qo'riqxona deb e'lon qilindi. Sikada, ya'ni chirildoqlarning chirillashi O'rta Yer dengizi muhitini eslatib turadi va hasharotlarning ko'payish mavsumi boshlanganidan darak beradi. Lichinkalar bir necha oy davomida tuproqda ko'milib yotadi, ammo hozir sikadalar daraxt poyalariga o'rmalab chiqib tullamoqda. Endi ular katta hasharotga aylanib, umumiy xo'rga jo'r bo'ladi. Bu chirillash erkak hasharotlari o'rtasidagi musobaqadan dalolat beradi. Xonishi tobora balandroq yangraydi, ohangi esa tezlashadi. Uning ovozi urg'ochini jalb qildi. Bu to'stopolonni yashil kaltakesak sezib qoldi. U kattagina sikada bilan qorin to'yg'azishni ko'zlayapti. Shoxlar orasidagi musobaqa sudraluvchini chalg'itib qo'ydi. U taslim bo'ldi. Sikadalarning hayoti juda qisqa kechsa-da, ma'murchilikda yashaydi. Hasharotlar xartumchasini po'stloqqa sanchib, daraxt sharbatini ichadi. Chumolilar og'ir ishni sikadalarga qoldiradi. Ular chirildoqlardan so'ng sharbat tomchilarini yig'ib olsa bas. Tixin va uning ko'llari olis o'tmishda vulqonlar tufayli vujudga kelgan. Balaton qirg'oqlarining ayrim hududlari esa balandligi 30 metr keladigan tik qoyalardan iborat. Bu qirg'oqlar daryo va botqoqliklarni shakllantirgan. Bir zamonlar ular qadimiy Pannon dengiziga cho'kindi qatlamlarini oqizib kelgan. Yupqa qoramtir qatlamlarni botqoqliklar, och rangli qalin qatlamni esa suv qoldirgan. Qadimiy dengiz yuzasidagi to'lqinlarni cho'kinti qatlamda tosh qotgan mavjlar shakllantirgan. Bugungi kunda Balaton ko'li tik sohillarni yuvib, qadimiy cho'kintilarni o'z tubiga to'plamoqda.
mayda cho'kindi yirik toshlar bilan birlashib, suv osti qoyalarini vujudga keltiradi. Bu zulmat bosgan suv osti olami chuqur suvlarda yashaydigan ba'zi maxluqlarga boshpana bergan. Sudak baliqning erkagi suzgichlari yordamida suv tubida chuqur kavlaydi va jon-jahdi bilan o'z hududini qo'riqlaydi. Urg'ochisi naslning kelajagi xavfdan xoli bo'lishiga ishonch hosil qilsagina uvildirib tashlaydi. Keyin urg'ochi o'z yo'liga ravona bo'ladi. Erkagi esa uvildirikni qo'riqlash uchun qoladi. U baliqchilari tuxumini yorib chiqmagunicha hududiga begonalarni yaqinlashtirmaydi. Ko'l bo'yidagi sayoz suvlar odatda sokin va tinch bo'ladi. Ammo bu tinchlikni tungi bir yirtqich buzadi. Suv qunduzlari chap dast ovchilardir. Ular yaxshi baliqlar qayerda bo'lishini doim biladi. Tunda bu yerlarda suv qunduzlari hukmronlik qiladi, ammo tong otishi bilan hukmronlik lesh baliqlarga o'tadi. Har bir urg'ochini juftlashish umidida bo'lgan 4-5 ta lesh baliq ta'qib qiladi. Ular sehrlovchi raqs bilan juftini ko'nglini ovlaydi. Lesh baliqlar avlodining hayoti taqdir hukmiga havola qilinadi. Ko'l qirg'oqlari bo'ylab biroz yurganda bizni yana bir kutilmagan uchrashuv kutyapti. Oddiy chiya bo'rining kuchukchalari. Ularning aka-singillari inida qolgan, ammo bu ikki jasur kuchukcha atrofdagi olamni tadqiq qilmoqchi. Ular yo'lida uchragan narsani o'rganadi. Kuchukchalar atrof muhit bilan tanishishga urinyapti.
lekin ular chakalak zordagi inidan uzoqqa keta olmaydi. Onasi ovga ketgan, kuchukchalar esa halitdan bezovtalana boshlayapti. Oddiy chiya bo'ri oshqozonida 3 kilogrammgacha go'sht olib kelishi mumkin. Keyin uni bolalarga qusib beradi. Kuchukchalar juda ochiqqan. Qorin to'ygach, ona bola chiya bo'rilar oilaviy rishtalarni mustahkamlaydi. Ona chiya bo'ri kuchukchalarni yalab, bolalariga mehr beradi. Kuchukchalar esa bir-biri bilan o'ynaydi. Bu o'yinlar kuchukchalarga oilada o'z o'rnini egallashiga yordam beradi. Ona chiya bo'ri ovda charchagan, dam olgisi kelyapti. Ammo hamma ota-onalar singari tinib-tinchimas bolalarni nazorat qilishi kerak. Kuch-quvvatga to'lgan kuchukchalarni ko'zdan qochirib bo'lmaydi. Bir zamonlar qadimiy dengizdan qolgan cho'kindi qatlam va shag'allardan qurilish ashyosi sifatida foydalanilgan. Bugungi kunda eski qumloq karyerlar Afrikadan uchib kelgan bo'zdoqlar uchun yozgi boshpana vazifasini o'tamoqda. Ba'zilari tayyor inlarga joylashsa, ayrimlari qiyaliklarda yangi in qazishga majbur. Bu tonnellarning uzunligi 1 metrgacha borishi mumkin. Ularni kavlab ochish oson emas. Ammo ba'zi bo'zdoqlar tashlandiq uyiga joylashgandan ko'ra yangisini kavlashni ma'qul ko'radi. Ba'zida in quruvchilar va ijarachilar o'rtasida ixtilof chiqishiga sabab bo'ladi. Bir janjal bilan ovora bo'lgan bir paytda boshqasi juft izlaydi. Narlar ajoyib tuhfalar bilan modalarning e'tiborini jalb qilishga urinadi. Ular bir zumda kelishib oladi. Chaqon harakat qilmaganlar esa yolg'iz qoladi. Kis Balaton yoki kichik Balatondan janubda joylashgan o'tloqlar Yevropa yumron qozig'ini vatani bo'lgan Pushta regioniga o'xshaydi. Iyun oxirida ancha katta bo'lib qolgan yosh yumron qoziqlar inini tark etishga tayyor. Ota-onalar o'yinga berilgan bolalariga ko'z-quloq bo'ladi. Ammo kattalar atrof xavf-xatarga to'la ekanini juda yaxshi biladi.
ogohlantiruv ishorasi eshitildi. Ammo yumron qoziqlardan biri kech qoldi. Yoz avjiga chiqqan pallada ko'lning suv osti olamiga mayda cho'kindi zarralar to'planadi. Ko'l yuzasida aks etgan quyosh g'aroyib nur va ranglar o'yinini vujudga keltiradi. Iliq oylar adog'iga yetgach, ko'l uzra moma qaldiroqlar guldirab, suv yuzasini junbushga keltiradi. Balaton ko'lining o'rtacha chuqurligi atiga 3 metr bo'lsa-da, moma qaldiroq va kuchli shamollar baland to'lqinlarni vujudga keltiradi. Ular qirg'oqqa hujum qiladi. Yoz oxirida suv sathi bug'lanish jarayoni tufayli odatdagidan pasayadi. Bu hol suv o'tlarining o'sishiga ham zamin yaratadi. Zala daryosi ko'lga kichik Balaton ko'li filtrlab bergan toza suv olib kelishda davom etadi. Kichik Balatondagi suv sathi katta ko'ldagiga nisbatan 1-2 metrga baland. Shuning uchun u biotizm himoyachisi vazifasini bajaradi. Kichik Balatonda o'zi ham noyob yashash muhiti shakllangan. Katta qora buzovlar ko'ldagi yam-yashil suv o'tlari changalzorini pisand qilmay baliq ovlaydi. Qushlar jamoa bo'lib ov qiladi. Ular baliqlarning kerakli joyga haydab borish uchun saf bo'lib suzadi. Qushlarning bir qismi suvga sho'ng'ib, baliqlarni suv yuzasiga haydab beradi. Qolgan qushlar ularni kutib turadi. Birgalikdagi ov har bir qora buzovni o'lja bilan ta'minlaydi. Kuz Balaton ko'lini qurshab turgan tepaliklar, tekisliklar va botqoqliklarni yorqin ranglarga bo'yaydi. Bir necha oy ilgari botqoqliklar va irmoqlar suvga to'la edi. Endi suv bu yerlarni tark etib, o'zidan keyin qurigan daraxtlar va balchiq qoldirdi. Hamma yoqni balchiq qopladi. Bu loyxo'raklar uchun mukammal sharoit.
Loyxo'raklar uzun va sezgir tumshug'i yordamida shox-shabbalar yoki nam tuproqqa yashiringan lichinkalar, mitti qisqichbaqalarni izlaydi. Loyxo'raklarning yana bir turi ko'lmaklar atrofiga to'planib yemish izlaydi. Kuz o'rnini qish egallayapti. Sovuq va muz yer yuzasiga sehrli oppoq gilam to'shaydi. Keyin esa bu gilam ustiga oppoq qor yog'adi. Balaton ko'li atrofidagi olam unsiz sukunat bag'rida chuqur uyquga ketdi. Ammo qish zabtiga olgan paytda ham ko'lda hayot davom etadi. Sovuq oylarda Balaton ko'li behisob sayyor qushlarga qo'noq va uzoq qishni o'tkazish uchun shimoldan kelgan mehmonlarga boshpana beradi. Agar qish yumshoq kelsa, qanotlilar bahorgacha shu yerda qoladi. Bordi-yu ko'l muzlab, qushlar baliq ovlay olmasa, ulkan gala yana sayohatini davom ettiradi. Yozda qashqaldoqlar o'simlik, urug' va ko'katlar bilan oziqlanadi. Biroq qishda bunday ozuqa topilmasa, qushlar oqsilga boy mollyuskalar izlab suvga sho'ng'iydi. Suvga sho'ng'ish va suzish quvvat talab qiladi. Muz bo'laklari ustida dam olish mumkin, ammo uning ustiga chiqib olish oson emas. Hamma yoqda suvni yangi yupqa muz qatlami qoplayapti. Agar sovuq harorat uzoq davom etsa, muz qalinlashib, katta muz bo'laklarini hosil qiladi. Oqim va shamol ularni sohilga itaradi. U yerda muzlar to'qnashib, bir-birini ustiga chiqib qoladi. Muz to'plamlari sohillar manzarasini butkul o'zgartirib yuboradi. Shimoldan
qudratli qish bo'roni yopirilib keladi. Sovuq shamol va ayoz ko'l yuzasining katta qismini muz bilan qoplaydi. Ob-havo bo'shashganda quyosh yuz ko'rsatadi. Uning iliq taftidan muz erib parchalana boshlaydi. Haroratning keskin o'zgarib turishi, sovuq tun va quyoshli kunlar almashinuvi muzlagan ko'lga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Qor muz yoriqlarini to'ldirib, muzlagan ko'l yuzasidagi naqshlarga yanada g'aroyib tus beradi. Balatonda so'nggi boshpana vazifasini o'tovchi toza suvli hududlar juda kam qoldi. Bu qushlar suvda suzib, ko'lni muzlab qolishiga yo'l qo'ymaydi. Bahor kelishiga hali ancha vaqt bor. Tabiat Balaton ko'lida qishni eson-omon o'tkazishga harakat qilayotgan qushlarning ko'plab sinovlarga duchor qiladi. Yevropaning yashirin olamida hayot davom etadi.